Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal haberlerimizi görüşünlerini kızgın karşılayımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulup atkan gün tartibdeki haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Kanalımızda diqqatinizlar ekranımızda olsun. Şarkı Türkistan'da yuqumlanğuchilarning soni 47 ga o'rladi. Beydu To'rining bugungi xabarlarida bildirilishicha, Sharqi Turkistonning Urumchi va Diviziya hamda Qashqarda Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 47 ga chiqqan. Xabarda 16 iyul Urumchida bir kishining yuqumlanganligi bilan boshlangan virusning 17 iyul kuni shu joy vaqti soat 12 da jami yuqumlanuvchilarning soni biroqla o'rlab 17 ga chiqqanligi. Bugun 20 iyul Urumchi va Diviziya hamda Qashqarda umumiy yuqumlanuvchilarning soni 47 ga o'rlaganligi. Bir kun ichida yangi yuqumlanuvchilar Urumchida 16 kishi, Qashqarda 1 kishi ekanligi, alomatsiz yuqumlanuvchi 50 ekanligi, 3016 kishining ayirib tekshirilishga boshlanganligi bildirildi. Xabarda yana Urumchining Saybaq rayoni va Tangritog' rayoni yuqori darajalik xatarlik rayon, Urumchi iqtisodiy echivetish rayoni, yuqori texnik ishlab chiqarish rayoni, o'rta darajalik xatarlik rayon deb e'lon qilingan. Atalmış Şinjan gezdi xabarda bildirilishicha, doirlar yuqumning dal joyida oldini olish, tizginlash xizmatini ishlash uchun Urumchi shahri 2 bosqichga bo'lib, butun shahar doirasi ichida turkumga bo'lib, nukleik kislotasini haqsiz tekshirish xizmatini qanot yaydirgan. Birinchi bosqich 7-oyning 17-kunidan boshlab aniq diagnoz qo'yilgan. Gumoniy og'riqlar, kasallik alomati ko'rilmagan yuqumlanuvchilar, yaqindan uchrashuvchilar, qizib qolgan og'riqlar qatorliq nuqtaliq kishilar to'pi bor bo'lgan mahallalarda nukleik kislotasini tekshirish elib berib, nuqtaliq kishilar to'pi turishliq mahallalarni 100% tekshirib tamomlamoqchi bo'lgan. Ikkinchi bosqichda boshqa mahallalar atalmış avtonom rayon shahardan iborat 2 darajalik organlar, korxona kasbiy o'rinlardagi xodimlarga qarata nukleik kislotasini tekshirish o'rinlashtirildi ekan. Bu qatimqi nukleik kislotasini tekshirish xizmatini Urumchi shahriga qarashliq joylardagi nukleik kislotasini tekshirish iqtidorini hozirlagan 25 apparat ustiga olgan. Shundaqli Xitoyning Wuhan shahridan boshlab bir qancha o'lka shaharlaridan atalmış virus mutaxassislarining Urumchiga yetib kelganligi bildirildi. Dastiga zarur tepilganda Xitoyga urush ochamiz dedi. Turkiyada azaldan Sharqi Turkiston davosini qo'llab kelayotgan partiyalardan biri bo'lgan Buyuk Birlik partiyasi raisi Mustafa Dastiga apandi zarur tepilganda Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimiz uchun Xitoyga urush ochamiz dedi. U tunugi muxbirning Turkiya hukumati Sharqi Turkiston masalasida qilishga tegishli ishini qilyapti degan savoliga javob berib, Turkiyaning Sharqi Turkiston masalasida qilayotganlari yetarli emas. Zarur tepilganda albatta Xitoyga urush ochamiz dedi. U Turkiya Buyuk Millat Majlisidagi bir millat vakilining Xitoyga urush ochamdiq degan savoliga javob berib, Sharqi Turkistonda 40 million musulmon irqiy qirg'in qilinishga duch kelayotgan bo'lsa, Sharqi Turkistondagi qarindoshlarimizni Xitoyning ishg'oliyatidan qutuldirish uchun zarur tepilganda Xitoyga urush ochamiz. Bu bizning axloqiy, insoniy va islomiy majburiyatimizdir deganlarini bildirdi. U so'zda yana biz musulmon Allah'ның oldida eng olqishga erishadigan taqvolikdir. Bizning e'tiqodimiz hamda madaniyatimizda qiyinchilikda qolganlarga ega bo'lish bor. Bu bizning islomiy axloqiy mas'uliyatimizdir deganlarini bildirdi. Önem verdiğiniz konulardan bir tanesi de Doğu Türkistan meselesi. İşte mitingler yapıyorsunuz. Dönem dönem açıklamalarınızı görüyorum. Sizce Türkiye Doğu Türkistan meselesine gerektiği önemi veriyor mu? Türkiye'nin verdiği tepki yeterli mi? Değil. Bir arkadaş çıktı orada, ne yapalım yani Çin'e savaş mı açalım dedi. Gerekirse açarız. Gerekirse Çin'e de savaş açarız. Yani orada 40 milyon Müslüman Türk soykırıma uğruyorsa, kendisini ifade edemiyorsa, 71 yıldır Türkistan işgal altındaysa, o zulmü durdurmak, o işgalden o kardeşlerimizi kurtarmak için elbette savaş açmamız gerekiyorsa savaşta açarız. Angliya Xitoy amaldorlarini jazolashni planladi. Amerika ovozining bugungi xabarda bildirilishicha, Angliya hukumati Hong Kong bilan o'tkazib berish shartnomasining to'xtatilganligini e'lon qilib, Xitoyga qarshi bir qator qattiq tadbirlarni qo'llanishni planladi. Angliya taratqullarining bildirishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Rob parlamentga Hong Kong bilan o'tkazib berish shartnomasining vaqtliq to'xtatilganligini, bu shartnoma yo'lga qo'yilganiga 30 yildan oshganligini bildirdi.
Bir qancha kun ilgari Avstraliya bilan Kanadami Hong Kong bilan o'tkazib berish shartnomasining to'xtatilganligini e'lon qilgan. Amerikaning kelgusi bir necha hafta ichida o'xshash harakat qo'llanishidan umid bor bo'lib, Yangi Zelandiya, Finlandiya qatorliq davlatlarmi bu haqda muhokama elib bormoqda. Rab yana Xitoyning Hong Kongda davlat bexatarlik qonunining yo'lga qo'yilishi va Uyg'urlar uchirgan insonparvarlik ofatiga qarata Angliya hukumatining Xitoy amaldorlariga jazo yurgizish plani haqida tushuntirish berdi ekan. Xitoyning Angliyada turishliq bosh elchisi Liu Shaoxing BBC programmasida Angliyaga tahdid qilib, agar Angliya hukumati Xitoydagi har qanday shaxsga jazo yurgizish tadbirini ishga solsa, Xitoy jazman qat'iy va kuchlik inkos qaytardi. Xitoy Amerikaning Xitoy amaldorlarini jazolash qilmishiga qarshi tegishli tadbir qo'llandi. Ammo u Angliyaga qarshilik qilishni xohlamadi degan. Oldingi hafta Angliya hukumati Xitoy telegraf magnati Huawei'ning Angliya 5G ko'chma to'ri qurilishiga qatnashishni cheklaydiganligini va 2027-yilgacha Huawei'ning uskunlarini hozirgi to'rdan chiqarib etadiganligini e'lon qilgan edi. Tashqi ishlar ministri Rab Xitoy haqida munolarni bildirdi. Xitoy Angliyaning muhim manfaati va qimmat qarashiga ziyon yetkazadigan bir qator tadbirlarni yo'lga qo'ydi. Shu sababli Angliya Xitoy munosabati buningdan keyin ilgarikiga o'xshash bo'lmaydi. Amerikaning ikki aviamatga hujum guruhi Janubiy dengizda manevr o'tkazdi. Saudiya ichki xabarlari to'rining ko'rsatishicha, Amerikaning ikki aviamatga hujum guruhi Janubiy dengizdagi Amerika-Xitoy orasidagi ixtiloflarga sabab bo'layotgan suv yo'lida 2 hafta ichida 2 qatim hamkorlashib manevr o'tkazdi. Manevr Amerikaning 4-iyul mustaqillik kuni hafta oxiriga to'g'ri kelgan bo'lib, manevrga Amerikaning USS Nimitz va USS Ronald Reagan hujum guruhlari qatnashgan. Bu o'tgan 6 yildan buyon Amerika aviamatga hujum guruhlarining Janubiy dengizda tunji qatim hamkorlashib manevr elib berishi hisoblandi. Xabarda naql qilinishicha, Amerika dengiz armiyasi bu vaqtda bergan bayonotida bu ikki hujum guruhining Janubiy dengizda harakat qilayotganligini dalillagan. Nimitz hujum guruhining qo'mondoni Admiral Jim Kirk mundaq degan: Xalqaro qonun asosida Hind-Tinch okeanining ochiq va erkinligi, mezonlarga tayangan xalqaro tartib mazkur rayondagi ittifoqdosh va sheriklarimizga bo'lgan aqidamizni qayta kuchaytirish uchun Nimitz va Reagan aviamatga hujum guruhimiz Janubiy Xitoy dengizida harakat elib beryapti. Xabarda ko'rsatilishicha, mazkur manevr navbatdagi iqlim masalalari bilan hech munosabati yo'qligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo bu manevr Amerika bilan Xitoy orasidagi jiddiychilik yuqori pallaga chiqqan mazgiliga to'g'ri kelgan. Xabarga qaraganda, Xitoyning tashqi ishlar ministrligi bu oyning 5-ida Amerikaning Janubiy dengizida kuch ko'rsatib, bu rayonning tinchligi va muqimligini nazardan saqit qilganligini bildirgan. Ammo shundaqdimi Amerikaning mazkur hujum guruhiga tava O'z Ralph Johnson nomli urush paraxoti Xitoyning cheklamalariga raqobat e'lon qilib, Spratel taqim orollari tavasidan o'tgan. Dushanba kuni Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Xitoyning Janubiy dengizdagi yer egallash harakatini rasmiy yo'sinda rad qildi. U so'zida Beijingning Janubiy dengiz miqyosidagi boylik manbalarini o'zining deb e'lon qilishi va ularni zo'rlik zumbuliq bilan kontrol qilish harakatlarining hammasi butunlay qonunsiz. 21-asrda Xitoy kompartiyasining kushandisimon dunyo qarashiga o'rin yo'q deganlarini bildirdi. Xitoy rejimi Pompeoning bayonotini mas'uliyatsizlik deb atadi. Xitoy o'tgan bir necha yildan buyon Janubiy dengizda oz deganda 7 sun'iy orol yasagan va bu orollarning bir qismlarini Amerika va xalqaro jamiyatga bergan va'dasiga xilof holda harbiylashtirgan edi. John Kennedy Xitoy kompartiyasi bir to'p jinoyatchi va zo'migarlardan tarkib topgan dedi. Amerikaning Kengash palata a'zosi John Kennedy Xitoy kompartiyasining bir to'p jinoyatchi va zo'migarlardan tarkib topganligini hamda ularga taqobil turishning zarurligini bildirdi. U 19-iyul Fox televiziyasining yakshanba atiganlik maxsus programmasining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning Amerikaga tug'diradigan tahdidi haqida to'xtaldi va yuqorqi fikrlarni o'tirg'a qo'ydi. U so'zida Xitoy rejimi Xitoy kompartiyasi bir to'p jinoyatchi va zo'migarlardan tarkib topgan. Ular faqat kuch-qudratni tushunadi. Agar siz ularga yaxshichaq bo'lib, mangzingizni tutib bersangiz, ular sizning dumbingizga pichoq soladi. U yana Amerika shirkatlarini Xitoy kompartiyasining besimiga bosh egishdan to'sadigan bir qonun loyihasi ustida ishlayotganligini, agar bu qonun ma'qullansa, Xitoy Kommunist partiyasiga bosh ekkan Amerika shirkatlarining Amerika qonuni bo'yicha javobgarlikka tortilganligini bildirdi. U yana Xitoyning Uyg'ur va Tibetlarga qaratgan bostirish siyosatlari va Xitoy rejimining Uyg'urlarni lagerlarga qamash qilmishlariga qanday inkos qaytarish haqida so'ralgan savollarga javob berdi.
U so'zida mening bilishimcha Xitoy Kompartiyasining Tibet va Uyg'urlarga qilganlarini bir rezillik deb aytishga bo'ladi. Tibet va Uyg'urlarning birdan-bir talabi o'z diniy e'tiqodini o'z yo'lida davom qilish. Ammo Xitoy Kompartiyasi ularga sening dining Xitoy Kompartiyasi deb atadi. Biz Xitoy Kompartiyasiga taqobil turishimiz kerak. Kengash palata a'zosi John Kennedy'ning so'zlarining Turkiyada yashayotgan jamoat arbobi Abduqodir Yapchan apandining yillardan buyon Xitoy Kompartiyasi haqida so'zlab kelayotgan Xitoy Kompartiyasi bir to'p bulongchi, zo'migar qaroqchilar guruhidir. Uni asla hukumat deb atashga bo'lmaydi degandan iborat mashhur so'zi bilan o'xshash chiqqanligi diqqat tortdi. Sanxia to'smasining sel ofatining oldini olishda qarg'i kelmaganligi ilgari surilmoqda. O'ttir va Janubiy Xitoy rayonlarining ig'ir sel ofatiga duch kelganligi Sanxia bo'g'izining Xitoyning Yangzi daryosida ko'riladigan sel ofatining oldini olishda hech qanday qarg'i kelmaganligi ilgari surilmoqda. Xitoy rejimi organlari Yangzi daryosining yuqori tovan iqimida ko'riladigan sel ofatining darajasini 12-iyul 3-darajadan 2-darajaga ko'targan. Xitoyda sel ofatining darajasi 4 bo'lib, 1-darajalik ogohlantirish eng ig'ir ogohlantirish hisoblanadigan. Iqtisodshunos xabarlar to'rining ko'rsatishicha, Xitoydagi pasillik yomg'ir keltirib chiqargan sel ofati hozirga kelguncha 141 odamning joniga zomin bo'lgan. Bir necha million odam uy makonlaridan ayrilgan. 28 ming eg'iz uy vayron bo'lgan. Buningdan kelib chiqqan iqtisodiy ziyon 7,11 milliard Amerika dollariga yetgan. Xabarga qaraganda 2006-yili tamomlanib, Xitoyning asrlardan buyongi suv tizginlash tushini reallikqa aylantirdi deb qaralgan Sanxia to'smasi bu yillik sel ofatining siniqidan o'talmagan. Bu ilgari mazkur to'smaning qurilishiga qarshi chiquvchilarni qaytadan bosh ko'targizgan. Ba'zilar bu to'smaning yerilib misli ko'rilmagan ofatlarga sabab bo'lganligini mo faraz qilishgan. Ammo Xitoy doiralari bu vaqtdagi farazlarni g'azab bilan inkor qilgan. 18-iyul Xitoyning yer shari vaqt gazetasi maqola e'lon qilib, to'smaning sel ofatiga unumli taqobil turayotganligini, to'sma yeriladi degan gumonlarning quruq gap ekanligini bildirgan. Xitoyning Xinhua agentligining xabar qilishicha, to'smaning suv yuzi 160 metrga o'rlab, selni bexatar tizginlash chekidan 15 metr eshib ketgan. Shanba kuni atiganda to'smaning bir necha sel kontrol qilish qopqoqlari ochilib, suv quyib berilgan. Sanxia to'smasi sel ofatining oldini olish, suv tizginlash va tok ishlab chiqarish maqsadida Yangzi daryosiga yasalgan. Bu to'sma qurilishiga 31 milliard dollardan pul va 10 yildan ortiq vaqt sarf qilingan. To'sma 3 milliondan ortiq yerlik Xitoylarning yurtlaridan ko'chib ketishini keltirib chiqargandan boshqa, Xitoyda yana ig'ir ekologiyalik, antropologiyalik vayronchiliklarga ham sabab bo'lgan. Yakanda kalkun ofati bo'ldi. 19-iyul ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, Sharqiy Turkistonning Yakan noyasida kalkun ofati bo'lgan. Sindi ko'rsatilishicha, Sharqiy Turkistonning Yakan noyasida kalkun ofati bo'lgan bo'lib, nahiyaning bir qism rayonlari hamda yo'llarda suv o'stangdek oqqan. Kalkunning kelib chiqish sababi qattiq yomg'ir yoki boshqa sabablar ekanligi haqida texnicha aniq ma'lumot berilmagan. Bugun ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan sillarda ma'lum bo'lishicha, Qashqarda yomg'ir aralash mo'ldir yoqqan. Kishilar aloqazoda bo'lib, ko'chalarda uylariga yugurishgan. Mo'ldir daraxt shoxlarini yerib, mevalarni to'kib o'tgan. Amerika 5 Xitoy va 2 Xitoy shirkatini embargo tizimligiga kirgizdi. Amerika hukumati fentanil ismli bir dorini qochirib, zaharli chekimlik atkazchiligi bilan shug'ullanganligini ilgari surgan 5 Xitoy bilan 2 Xitoy shirkatini embargo tizimligiga kirgizdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozim bayonot e'lon qilib, ko'knardan foydalangan holda yasalgan ham og'riq pasaytish, ham zaharli chekimlik uchun ishlatiladigan bir dorining atkazchiligi bilan shug'ullangan 5 Xitoy bilan 2 Xitoy shirkatiga jazo yurgizishni qaror qilganliklarini uqtirdi. Qarorning Amerika hukumatining Xitoydan qonunsiz yo'llar bilan chiqarilgan fentanil va boshqa tarkibida opioid moddasi bo'lgan dorilarga qarshi kurashning bir parchasi ekanligini ta'kidlagan Pompeo, bu dorilarning minglarcha amerikalikning joniga zomin bo'lganligini qayd qildi. Qarorga asosan Ji Songyan, Jan Longbao, Chen Guifeng, Jing Guangfu va Hu Chi ismli Xitoy fuqarolari bilan Wuhan Livika texnologiya hassadorlik shirkati va Yershari birlashma biotexnologiya shirkati ismli shirkatlar embargo tizimligiga kirgizildi. Ayollar yarmankisi yangi xizmatlari bilan xizmat boshladi.
O'tgan yili Sutuq Bug'roxon Ilm va madaniyat vaqfi ayollar bo'limi Uyg'ur milliy madaniyati xonim-qizlar guruhi Istanbulda maxsus o'rin tutib yarmanka ochgan edi. Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash va taraqqiy qildirish maqsadida ochilgan mazkur yarmanka xonim-qizlarning tirishchanlik ko'rsatishi bilan hafta ichida chorshanba va shanba kunlarida davom qilib kelgan edi. Yaqinda mas'ullarning texmi kuch chiqarishi hamda xalqimizning qo'llab-quvvatlashi natijasida Uyg'ur madaniyatining chet el muhitida yo'qolib ketmasligi va taraqqiy qilishi, qarindoshlarning to'y-to'kun ma'rikalarini milliy an'anamiz va islom axloqini saqlagan asosda o'tkazishi uchun quyuq milliy va islomiy xarakterga ega to'y maraka zali tayyorlandi. To'y maraka zali osti-usti qavat bo'lib, zalda ayol ayrim faoliyat qila oladigan azodi imkoniyati bor. Undan boshqa ayollar uchun yarmanka bozori, yarmanka oromgohi qatorliqlarga o'rin hozirlandi. Mazkur joyning yangi adresi Istanbul Sulton Murod mahallasi Chizmaji ko'cha 42-numur. Vira ko'z doktorxonasi bor ko'chada. Aloqalashuvchi nomerlari ekraninglarda. Turkiyadagi Xitoy virusining eng yangi ahvoli. 19-iyul Turkiya Cumhuriyeti Sahiyya Ministri Fahrettin Koca Turkiyadagi Xitoy virusi haqida eng yangi ahvollarni e'lon qildi. Ministr Fahrettin Koca Twitter hisobotida uchur yo'llab, virus bilan yuqumlandi deb gumon qilingan 41310 kishini tekshirish orqali yangidan 924 kishining virus bilan yuqumlanganligining aniqlanganligini. Buning bilan Turkiyada Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarning soni 219641 ga yetganligini, bir kun ichida yana 16 kishi qazo qilib, jami qazo qiluvchilarning soni 5491 ga yetganligini e'lon qildi. Fahrettin Koca yana bir kun ichida salomatlikka asliga kelgan bemorlarning 997 ekanligini, 1246 bemorning kasalining og'ir ekanligini, agar yangidan yuqumlanishni unumli tizginlaydigan bo'lsak, ko'payishning oldini olish muvaffaqiyatli bo'ladiganligini, nishonning salomatligi asliga kelgan bemorlarning sonini ko'paytirish, yangidan yuqumlanuvchilarni azaytish ekanligini, Xitoy virusining g'albilik kontrol qilingan yaxshi xabarlaridan xabardor bo'lish uchun oldi bilan tegishli tadbirlarni yaxshi qilish kerakligini bildirdi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.